PTKdan qaytib, mehmonxonada ozgina dam olganimizdan keyin tuk chaqirib, Zirika Mallga bordik. Hindistonga borgan odamlar точно bu joyi biladi. Chunki ro'zg'or uchun kerakli narsalar, hamyonbop kiyimlar aynan shu mollda bo'ladi. Kirishinglar bilan shunaqa savatda olib, sekin ro'zg'or qiladigan joygacha borsanglar bo'ladi. Yo'lda shu Hindistonning o'zini kiyimlari yoki brendli kiyimlar, shunaqa narsalarni ko'rasizlar. Keyin kirib olgandan keyin mana nima kerakli narsa bo'ladigan bo'lsa, hammasi shu yerda bor. O'zingizlarga yoqqanini tanlab, sekin tortib olsanglar bo'ladi. Aytganimdek, har bitta Hindistondagi mehmonxonada o'zini oshxonasi bor. Shuning uchun agarda sizga Hindistonni ovqati yoqmaydigan bo'lsa, bemalol hattoki go'sht sotib olib, o'zingiz ovqatingizni tayyorlasangiz bo'ladi. Keyin bu do'konda o'zbeklar juda ham ko'p. Aytganimdek, har bitta Hindistonga borgan o'zbek bu joyi biladi. O'tdan chiqqandan keyin boshqa mollga bordik. Agarda brendli kiyim sotmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu moll aynan siz uchun. Telegram kanalda hamma mollarning lokatsiyasi bor. O'zimga ham bir ikkita narsani olgandan keyin mehmonxonaga qaytib ketdim. Ishlarimni bitirib, sekin uxlab oldim. Shu bilan 3-kunim tugadi.